Assalomu alaykum, bag'monlar. Bugun Qibraydamiz. Bu yerda 45 gektar gilos baxtarda, hozir Nimba sortundagi baxta turamiz. KGB formasi. Lekin yine labirintli hosildorlik zo'r. Bu yer dengiz sathi necha dedingiz? Uzoq 300-400 da jamonaga balandamaz. 500 gacha boradi uzoq. Az tekshiraveriz. Necha gektar bor ekan bu yer? 35 gektar gilosimiz bor. Tak, 4,5 gektar nok. 5,5 gektar anaqa. Gilosda gektarida necha tonnadan olsa bo'ladi hosil? Parkentimizdaniki Parkent 20 tonnadan olgan joylari ham bor, 10 tonna olgan joylari. O, naviga qarabda endi. Naviga qarab. Sirx. Yaxshi, bir xillari oldingi olindi, 200 tonna olindi. 300 tonna, 400 tonna ham olindi oldingi. Farhod aka, bizda eng katta muammo bo'lgan KGBni hozir nechinchi yilda turibmiz? 8-mi yo 10-yilda turibmiz. Bizdagi xavf qo'rqinish nimada bo'lyapti? KGB borib nechta shoh qoladi degan muammoda shu. Valavoyni maqsadga yetib, ko'z bilan ko'rganingiz Valavoy KGB qildi. Ha. Mana amillar KGB. Keyin bu Valavoy. KGBni qulaylik vaziyati, qulayligi orasiga olib tashlaydi. Ha, oson. Siyraklash. Ispan butasiga o'tib ketamiz. Shunisi ma'qul. Hozir mana Ma'mudda yangi joy boshladik. Sal yurilik, hech ko'p. Ha. Hozir shunda bu Nimba bu tomonchi? Mana shu qatorning ma'mur o'lchagan. O'zi ro'lchi. Ma'lumot qancha boradi? Ha. Kavling tepamiz uni. So'da azob chektirasi bor. Uchun sovuq ani sirada bo'lmadi. 35 gradus bizda kilo oldim bo'ldi-ku. Ammo anaqasiga ma'muldan boshqatdan girib chiqib, boshqatdan ko'kartirdik. Ko'rasizmi? Ha, boshqatdan kesildi-da. Keyin ko'kartirdik boshqatdan. Bu navlar skina. Ko'rinti skina bu. Qancha ishda maqsad bu ikkitalik aniqa kurtilarni Kualin chasib daraxtlarda keyingi yilda qo'shmoq qilib. Sizga qaraganda bizda 60 gradus ham bo'lib ketadi. Aka, bu tomon Jaintrata? Yo'q, bu Svitariana. Ha, Svitariana. Ispan butasini qildik bu. Ispan butasi. Ispan butasini qildik bu. Zo'r ketibdi. Mana. Bu hosil nima olinmadi hali? Yo'q, mana mashit Gizel edi. Ha, Gizel 6. Gizel 6 edi. Bizdik. Hammasini buzdik. Otildorlik zo'r. O'smiydi, zada issiq. Ha, issiq to'prog'imiz ham. Ha, issiq. Keyin mevachilik gap bo'lishi mumkin. Mayda. Ha, 22-24 bo'ldi. Hozir Ozarbayjonga bordik. Hammasi Gizel 6da, to'prog'i qora to'proq, salqin. O'ta zo'r ketyapti, mevalari ham zo'r. 81 metr noduryapti. Yevropaga borganda ko'rishgan, yoqtirib olib kelishgan bizga to'g'ri keladi. Ha. Demak, menga bitta narsa yoqqani, bu vishnada bu. Ha. Vishnatigi. Bizga ham Maxima yoqib turibdi xolos. Ya, men hammaga Maxima deyman. Men VSR Krimskiylarni unaqa. Men ham shuni tavsiya beraman-da. Hammaga Maxima deysiz. Maxima deysiz. Ha, Maxima. Aka, bu bizlar sal salqinda. Yo'q. Salqin. Ma'mul o'sishi zo'r Maxima. Yo'q. O'sishi zo'r. Bizlarda qilsak bo'ladi, bo'lmaydimi? Men ko'rmagan. Tajribani o'tkazib ko'rdim. Bizda bo'lmadi. Sizda bo'lmadi. Sizlardagi joyi tajribani o'tkazib ko'rdim. Yo'q, bizga ham aytayapti, 3 ta parametrga to'g'ri kelish kerak. Issiqqa chidash kerak, sovuqqa chidash kerak. Keyin to'prog'imizga o'tirish kerak. Ularni vaqti-vaqtida berishimiz. Bu juda yaxshi harakat. Skinam bu. Bu Frisko navini mana sal KGB qildik. Va Frisko sorti KGB formasini ayovoy sonini o'tiradi. Frisko shunday edi. O, Frisko o'ta tik yaxshi KGBga jata turgan. Biz yoqda Frisko в общем janshaq berildi-da. Yonshoq oling. Yo'q. Yonshoq u qildik.
yumshoqlar juda beriyordi-da. Kim bir ikki qoza olgan yumshoqga o'tib ketdi. Lekin ispan bitadi, keyin nimasi yaxshi ekan. Ha, KGB qildinglar. KGB o'zimizdan o'tdi, mana bundan o'tdi-da. Ha. Sovuq bo'ldi sizlar. Urdi. Kesish kerak. Bunda KGBni kesish kerak hamda. Yana 3 yil tutasizlar. Ha, ispan bitasida shoxi. Mana buncha qoldirib ketadi, shox beradi. Ha, oson siyraklashtiramiz. Siyraklashtirish emas. Yo'q, Shox chiqadi. Mana buni mamdan kesasiz. Bu o'sib borib qanchalik sovuq bizda bo'lmadi men. Ya endi bizda men o'zimizga ta'sir bor. Mana sizlarga endi Yo'q. Daraxtni shu sovuq urdi. Daraxtni. Daraxtni urdi, kesdinglar tigidan. Biz- Tigidan kesdinglar? Yo'q. Bizda ba'zi navlarda shoxi o'sishni ham hammasini sovuq urib ketdi. Ba'zilarini mevasini sovuq urdi, xolos. Hozir biz kerbovka bilan perlan uryapmiz, zo'r. Ha, kerbov Beryapti. beryapti, perlan. Ha. Ha, ya bu zo'r, biz ham shunday qilib biz ham. U kesib vaqt o'tkazishga qaraganda tayyor shoxni kerbovka qilib darrov o'tib ketgan eng zo'r ekanda. Ha, bizda o'zi mana anaqasi ham qolmadi-da, bizda. Ha, bizda burada bordi-da bizda. shu o'sish nimasini yo'qotib yuborar ekanda bu. Shunga kesib yuborar ekanmiz. Ha. Biz ham qildik uni. Skina SPC 342 Royal Tiaga chidami yo'q ekanda sovuqqa. SPC 342 bo'lgan sovuq. Mana siz chiqartman. Hozir Ozarbayjonga bordik, yog'inli, tog'li joylarda Karmen zo'r. Karmen eshitdim, gapingizni bo'ldim. Bitta qatorda Karmen bor. Karmen bizda bo'lmayapti. Yerikligi zo'r. Arkentda bor Karmen yerikligi zo'r, lekin sal yumshoqroq. Sal yumshoq. Kam hosil, ha? Yo'q, hosili yaxshi bo'lyapti lekin. Ha, bo'lyapti. Bizda kamroq. Biz issiqlik anaqa. Yo'q. Lekin Karmen yoqda yaxshi bor, ko'rganim aytolman. Nimasi? Changlatganga nima beryapsiz? Changlatadigan mana shu ana SPC'lar bilan changlanadi. Hozir biz borgan bog'da yog'in ko'p yog'ar ekan. Karmen bilan SPC'da meva yo'q. Yo'qmi? Yo'q. U yog'in yoqqanda changlashmay qolar ekanda hammasi. Bu yer bizda shunaqa. Bu yerda Hammamiz shunaqa bo'ldi. Nariyog'imiz yaxshi. zo'r bo'ldi. Ha. U yerda ko'rdikki, hammasi o'zini changlatadiganlar, hammasi meva solgan. O'zini changlatmaydiganlar Yog'ingarchilik yarg'i ishlamagan. Ko'rdi, reginalar 7 yilda katta bo'lib ketgan meva yo'q. Hozir kvalen sochyapti. Ha, kavling. Zo'r. Bu ham tikka o'syapti. Bu ham qaysini? Skina. Skina. Skinaning ichi qoraligi zo'r ketyapti. 342 mana. Sanstop o'xshaydi, sanstop. Doğal sanstop chiqaryaptimi? Yo'q, bu arzon chiqdi. 50 kilogram. Bir tonnaga 11 chiligim 100 litrga. Odam 10 chilik setish. Hech kim mumkin. Bu tomon Mana Skina. Mana bilan Nimba. Nimba bilan Red Pacific aralashgan. Changlatib Red Pacific. Shunaqa ekan, Ozarbayjonga ham bordik, Nimba Red Pacific ikkalasini ekishibdi. Mana Red Pacific, mana ikkita Nimba. Mana Red Pacific, ana ikkita Nimba. Shunaqa qilganmiz. Red Pacific menen ikki qator Red Pacific, ikki qator Nimba qilib changlatuv maqsadida tugilgan. Ikkovi ham erta pishadigan zo'r navlar. Ha, erta pishadigan. Anaqa 10-gacha pishadi. Kecha Red Pacific degan mevasini yetishmay qoldik. Nima terilib ketibdi. Yo'q, Red Pacific pishmasdan turibdi, Nimba terilib ketibdi. Ha, Nimba sal oldinroq. Ha, oldinroq. Bu tomonlar qaysi navlar? Mana Sweetheart. Sweetheart qanday bo'lyapti? Kalibr tomon mayda. Shunga biz ham Sweetheartni faqat dengiz miqdoridan hatto mevasi bo'lish kerak hali. Bor, bu kech pishadigan nav. Orasini ochib chiqdi tar. Bak. Orasini qisindi bu. KGB formasida. KGB formasida. Orasi bu mashinaga qaramay qo'ydik. Ha. Ular bor edi, qayerdadir o'sha kun ko'rim. Yana bitta qolib ketgan terimdan keyin bor edi mevalar hali.
Ha, mana bor aka. Mana. Bor aka. Mana ko'rdinglar mana. Maydaroq ko'rdinglar? Bo'ldi. Lan kalibr nimelerini ko'raylikchi, shaharlarni. Bu skinami? Sweetheart. 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 Gantaslar da. Yo'q, pishib ketdi. Ya o'zi pishib o'tib ketdi. Ko'ringlar do'b, ko'ringlar. Bizda hali pishmadi. Aka necha puldan sotdinglar bu Sweetheart? Hech pulga aralashmayman. Agronomsiz berdi. Qiziqmaganman. Emir, non kalibr nima qilaylar? Bir ikkisini ham ko'raylikchi, qancha sotadi. 26 ga tushib ketdi, 25 kunda. Sweetheart'ni negizi biz jalan geçmişe turgan gana zonaga sunushtama beribmiz-da. Eslada semirishi mumkin. Ha, bizda 27-28 bo'lyapti. Eslada semirishi mumkin, salqinroq. Ha, shunga biz hozir tavsiya berayotgan joylarimiz faqat nima? 20 dan oshadi bu. Bandi o'rtacha ekan-a, 3,5 sm. Sweetheart. Sweetheart sortini 23. Shakari o'tib ham ketdi-da. Zo'r, ichi ham qurab ketdi. O'sha Sweetheart O'zbekistonga tavsiya bo'lmaydi ekan, batga. Buni payvand ham qildik boshqa sortlarga, so'g'rib ketirdi. O'xshamasiga. Bo'tga umuman qaramay qo'ydi. Hozirdan e'tibor beramiz. Biz Farhod aka, biz o'zimni bog'imni birinchi Valovoy bilan boshlaganman, KGB bilan. Keyin 5-yil oppoq gulladi, meva solmay qo'ydi. Shunday keldim, kurtakdan solib oltita joyga. Keyin o'shoda sraz kesib bor skinaga o'tib ketdim. Zo'r bog' bo'ldi. Ha, skinaga yashatdi. Bo'lmasa u Valovoyni qachon oladi, kutaverasiz olmay. O'tib ketdik, xudo xohlasa zo'r ketyapti. Tug'anlar hozir daraxtlardan qo'shmoq bo'lboshlik uchun jana daraxtlarni ajok albash uchun daraxtlarning jalbirog'ina kaolin preparatini chasutadi. Bu qo'shmoqlikdan oldin oladi, o'simlik daraxtlarni stressga tushirib, jalbiroqlarni kuygizmaydi. O'shaning uchun siz joy mezgilida daraxtlarni qo'rg'ash uchun shunday kaolin preparatlarni chasib o'tiladi. Bu yerdan kuchga aylanıyor. Köçekli bol sayısından stresli kaldırma için anlamı. Bize son projectlarga Toshpay başakları olab turaqlar, ısı toqtaqlar, saçsızlar gerek. KGB formasında. Farhod aka, bu skina shekilli. Ya bu samba, men bitta qator samba. Samba ham zo'r bo'lyapti. Ha, samba yaxshi. Biroz kalibrinda yuqorimasa. Yuqori, ana tog'liligini yaxshi. Ha, tog'li. Sizda biroz mayda. Bizda bar skinalardan anaqalar yaxshiroq. Ha, yaxshiroq. Samba bitta qator. Samba ham zo'r tik o'sadi-da, KGBga tushadi. Mana giant red men bular. Giant redlar kalibr zo'r bo'lyaptimi bu yerda? Ha, payta termasi yumshoq qoladi. Ha, Yumshashligi bor. Keyin yomg'ir ko'p yog'sa ham yorilish ham bor, ha? Ha, yorilish ham bor. Giant Red'ni sizlar qizartib beryapsizlarmi yo'qsa oq paytidami? Yo'q, anaqa Qorartmasdan. qora emas, ochroq. Oturoq paytida beryapsizlar. Lekin kalibr 30 zo'r, ha, 30 da. Zo'r, 28 dan baland. Lekin hosildorligi qancha tonna olsa bo'ladi? Giant Red'dan? Changlanishiga qarab, tikkartga changlatuvchi qilganmiz bizda. Sweetheartga. Ha, Sweetheart qilganmiz. Ha, batta Giant Red'ni Sweetheart changlatyapti. Ha, Ha. shunaqa qilganmiz. Siz Sweetheart sortini siz Giant Red'ga changlatuv maqsadini qo'ygan. Geçen nima qildik? Ozarbayjonda ko'rdik 34 ga tushyapti, hali sari gilas. Tushunmagan. Sari. 256 da ekan yerda. 256 hosildorligi zo'r, gap yo'q.
tez kiryapti, ana qotib uyog'iga yaxshi bo'lmayapti. Issiqda chidamayapti. Bu qaytarib kesasizlarmi yoki Qaytarib kesganmiz. Yo'q, bu osilib qolgan texnikaga nima bo'lgan joylari kesibdi hozir. yo'q, mana Yo'q. Yo'q, o'rtasini osgan. O'rtasini oshiya bularnimi? Bularni suv. Ha, sovuq, sovuq. Olib suv bo'lgani boshqadan kesib, boshqadan tegidan ko'kartirgan. Shoxlatgan. Ha, kesganmiz biz. Boshqadan shoxlatgan. Ha, o'sib guchi to'xtagan. Kovalenchachi hozir daraxtlar qayradan qo'rg'ildi. Shunda Farhod aka suv nimba. Nimba polni. Ha, Sug'or Nimba qo'chitasizlarmi? Nimba qo'chitasizlarmi? nimba bog'i bilan boshlayapsizlarmi deyapti. yo, bu bittachagan, bu yerda anaqa bo'lgan. Lapin sanaqalar sambalar bo'lgan bu yerda. Gizelada bo'lgan bittachagan. Endi buni ekitib nimbani o'zimiz tajribadan o'tkazib ko'ryapmiz. Farhod aka, bu yerda hozir bu bilan hozir bitar ekan-a, gilos bog'lar hammasi. Ha, buni tugadi. Mana bu nolkimiz boshlandi. Bu yerda bir oldingi ekeldik bu nolkimizni. Ha. Bu yerda olmaga yaxshiroq. To'g'ri, olmagan yaxshi. Ha. Hozir olmada setga tortilib turibdi, kunga qarshi. Ha, kunga qarshi deydi. Bu kunga qarshi setga qo'ygandan keyin kovalen sochilmaydimi? Yo'q, sochmaymiz. Agar qo'yilmasa sochiladi. Yo'q, endi qizil olmagan aslida sochilmaydi bizda. Ha, yo'q, ko'kka demoqchiman. Ha, Agar ko'k, setga bu har bir kunini 30 tonnadan foydalanadi. Tamchilatib sug'oruvda. Yo'q degan, qattimroq. Skuterda yursa ham bo'lar ekan, hozir skuter. Yo'q, bu hozir zo'r bo'lyapti. Hozir shunda jami 45 gektarga necha kubalik nima bor? Basseyn bor. Yo'q, bu yerda 8000 kubalik basseynimiz bor. ha, boshqa 8000. Yo'q, kunyaga ko'rsatib ketaman. Unyoqda o'tib ko'rsatamiz. shunda 8000 nima 45 gektarga yetadi hammasiga. Ha, endi har kun suv olib kelamiz biz. Suvni bo'lib berasiz. Ha, suv. Misol uchun suv to'xtab qolsa, mana bundan keli suv to'xtab qolsa 3 kunga yetadi. 8 Ha, kun. kubalik. 3 kunga yetadi bizdan. Unda Zaxira bo'lib turadi 3 kun. hozir sistema qaysi sistemada ishlayapti? Nima? Tomchilatib sug'orish avtomatika Avtomatika. o'zi ketaveradi. Borlar faqat klapanlarni aniqni o'zgartiradi. Bu kartani bu kartaga olib turadi. Mo shakl berishni bir ko'ringlar aka. Mana tayyor bo'lgan. 4 Buni noto'g'ri qildim. 3 litrli naqshlarda baylovdi. Mana buni boylamabsizlar anaqa, mana buni salni tepaga anaqa berib olishimiz kerak. 3 litr, 4 litr. Ha, mo zo'r bu yoq zo'r ketyapti. 3 litrli. Shuni ko'rishimiz kerak. Nega 3 litr kelasizlar? 1 litr qilsa nima bo'ladi? Ham yog'imizdan 3 litr. Yana bizda 3 litrli qilganmiz, shunga moslashib ekkanmiz 170 qilib. Masofa o'sha. Masofa. 70 qilib. Ishpalarda bittadan ko'chat qo'shsalar nima bo'ladi o'rtaga? Bo'ladi, unda 2 litrli, 1 litrli litr qo'shsadan bo'ladi, 2 litrli. Arzon Bo'ladi, Fabian Shuhrat bilan 2 litrli qilganda. 2 litr shunaqa Ha, qilib 3 litr qo'yardi. Ha, zo'r. Mana hozir bizda Mahmudda mana bu yoq 65 ga chiqadi. Mahmud 40 mi? Mana 65 ga chiqadamiz. Bu yoq Mahmudga keladi. Bu Mahmudga keladi. Fabiandan nima o'tib ketishlar aka? Ya, o'zi 3 litrli men bu yoqlarim. Prosta o'stirib olmayapsan, bo'yiga yetib olmayapsan, 2 litrli qilganda o'zi. Bilen ochiftaku endi yetib oladi xudo xolasa. Zo'r hozir. O'shunda masofasi 5 ga, Ya, 4,5 ga. 4,5 ga 170. 170, 3 litr. 4,5 ga 170 nimesinde tarbiyalanib 3 litrda da baylanib o'stiriladi. Shpalarda agar kimda kim o'stiram desa, shuntib kembiriklarga baylab, natib jipter bilan teg o'stirishimiz kerak. Bu yerda nima navziz? Karmen, ha? Bu men erkalik. Erkalini. Men erkalik, narigisi Karmen mamuni. Ha. Ha, ikkita mamuni changlatuvchi-da erkalikni. Ha, erkalini Beni changlatuvchi. Karmenga, Ha, da Karmenga. Giyoga ham changlatuvchi. Giyoga. Carmen necha so'mdan ketyapti aka? Kelib ko'rma. Kavalin, tug'anlar kavalin chachilgan vaqtda manda og'artib soladi, jalbiroqlarni shuntib og'artib ertang qo'shmoq bo'luvdan oldin olish. Biz Toshkentda bir vaqtda yuramiz. Toshkentni issiq obshalat. Toshkent bo'ladi qisqasi. Ertaga mana baqqa kavalin chachilib turibdi. Bu kavalin chachilishdan maqsad
Memeler qo'shmoq egiz bo'lib qolyapti. O'shanni oldini olish maqsadida endi ko'pchiligingizlar aytib o'tasizlar, suvdan qolganda, issiqdan stress bo'lganda bu keyingi yilgi meme qo'shmoq bo'lib qoladi aytib o'tamiz. O'shanni oldini olish uchun Toshkentda Kaolin chaqirib bu gündan qo'rqib o'tadi, gündan qo'rqib keyingi yilgi memeni qo'shmoq bo'lishini oldini olyapti. Bizdagi turganlar hech bir yerlarda Kaolinni KGB formalari kelajakda 10 yilda qanday bo'ladi deganlarga ушул. Mana 10-yilda turamiz hozir. 1, 2, 3, 4, 5. Mana 5 shaq bilan turamiz. 5 shaq bilan jalan qaptal shaqqa chiqib ketganmiz. Mana Bekbolot aka KGB'ni qanday boshqaramiz deganlarga 5 yil liderda turadi. Har bir liderinde qaptal shaqlar bilan daraxt sekinlagan. 3 metr bo'yda turadi. Daraxtlarni butunday sekinletkenning birden bir yolu ушул. Чашабразнийда башкада биз дарактарды кесип жүрүп катуулатабыз. Бул КГБ'де болсо тез убакыттын ичинде дарактарды секинлетип, ортосун ачканга мүмкүнчүлүк болот. Азыр эми жаңы сортторду испанский курс менен башкарылып, өстүрүлүп аткан. Ооба. Бул жерде мына жерди жумшарта турган атайын жер айдоодон мурда ушул жерлерди 91 метрге чейин жерлер жумшартып туруп, бизде экскаватор менен казып жумшартат го. Руслан. Ошонун ордуна ушу менен бир сири айдап туруп эле жол эле тиге берет көчөттү. Ооба. Ооба, мына жерде жер айдагыч. Мына жерде жер неме, андан кийин кесек майдалай турган. планировка кылып. Ооба. Ошол туугандар бул жерде сонун көрүнүш гиласбактар 5-3 схемасына сон өсүп атат. Туугандар 80 000 тонна, 8 000 кубалык. Мына ичинде балыктар жүрөт. Балыктарды мында жакындатайынчы, мына балыктар жүрөт. Мына, о балыктарды карасаңар. Farkot aka balıklardı. Ne balığı baktık ki toxtatdık. Or maydalar yurtda. Arıqdan kirib kelaveradi. Ha, arıqdan. Balıqlar bor-ku. Bu su to'xtab qolmaydi shunda. Yo'q, to'xtamaydi. Avantdan arıqdan kirib keladi. Nechta skvajina ishlaydi? Zapaska suv yo'q bo'lsa? Yo'q, ha? Bitta skvajinamiz bor. Uni ishlatmabdi, suv bo'lmay qolsa, arıqdan keladigan suv bo'lmay qolsa. Hozir 8 000 tonna suv 3 kunga yetadi 45 gektarga. 3 kunga yetadi. Har bir gektarga 30 tonnadan suv qaydaladi. Nok, gilos hammasi farqi yo'q. Ya, gilosga cherizdan 30 tonna. Cherizdan. Ha, olma nokka. U hosiliga qarabmi yo hosili bori yo'q? Hosiliga qarab. Hosili kam bo'lsa chiqamiz. 15 tonna. Ha, 15 tonna, 10 tonna. Hosili bor. Kunda bir. Hosili bor holatda Ha, 30 tonna kuniga. Shunda mevani kalibri ham boshqasi ham zo'r bo'ladi, ha? Yaxshi 30 tonna. 30 tonnani mana bir xilda 40 tonna ham haydaymiz. Ha. Ali Chilla. tonna ko'paysa Ya, kunisigan. Ha, kunisigan sa. Ispariyni ko'proq bo'ladi. Demak, suvda muammo yo'q, zo'r ketyapti. Ya, xudo xolis hozircha muammo. Ha. Qaysi paytda? Mana balıqlar basseynda yuradi. Ayva shuni. Kechasi 7. Nomini aytib qo'ying aka. Platformani? Platforma, shu Platforma. kechadan beri platforma deb otini topmayman-da. Ya, platforma. Bu aytadi eskalator deydi. Yo'q deyman. Platforma. Platforma bilan tug'anlar baxtın kesuvdi, teruvdi, büt ishlarida platforma ish qiladi. Себеби 3 metrgacha, ha? Da. Biyikligi 3 metrgacha chiqib, kesuvdi, teruvdi ayovay sonish bo'ladi. O'sha platforma. Chiqib terishadi, 1 tonnaga yuk ko'taradi. Ha, 1 tonna ko'taradi. Kesishda ham barliq ishlar zo'r. Ketishda ham, bog'lovda ham. Gilosni 2,5-3 ga tegizlaganda dag'in ayvos. 270 metr kesish. Qancha odamning Zo'r. ishi qiladi shu? Ha? Qancha odamning ishi qiladi? 6 ta. 1 tonnagacha anaqa ham ko'taraveradi yuki bilan, mevasi bilan. 6 ta odamni platforma ko'tarib, olma terimde, kesuvda barliqda. Kela ishda oldi. Farhod aka, ушул agrotexnikalar bo'yicha aytsangiz, bir necha gektarga komplekt olishimiz kerak? Hozir Sizlarda bir yani misol uchun necha gektar bor? Misol 3 gilos har yerda har xil, endi 3-4 tonnadan. Mana bizda bitta olma nokimiz 10 gektar deydi. 10 gektar desa
Bitta platformamiz bor. 15 gektarga bitta platforma. 10 gektar. Ha, 10 gektarga. Ha, shuncha. Naryoqda 4 ta platforma. 45 gektar joyimiz olmandoq, stalbali. 4 ta kerak o'tga. Demak, Bizda kam. minimum 10 gektarga komplektda platformamiz, bitta, dori bitta. sochadigan, frezamiz, hammasi bir komplektda 10 kamida Frezamizda hozir ko'z tegmasin, 45 gektar joyga bitta yetyapti. yetyapti. Bir kunda nechiga haydasa bo'ladi? Ikkita. Da. Gerbeset tepadiganimiz bitta. Ha. Qancha traktor bor hozir bu yerda? 3 ta traktorimiz. 3 ta traktor. Shunda biz 10 gektarga qo'rqmasdan komplektni qilsak bo'ladi. Undan oziga oqlamaydi, ha? Platforma qilinglar. Dori tepadigani 20 gektarga qilsanglar bo'ladi. Ha. Zo'r. Platforma qilish kerak. Ikkita joyga. Freza bir kunda necha gektar haydaydi? 2 gektar qo'yamiz. 3 gektar. Zo'r haydaydi. Kam 2 gektar. Haligi daraxtlarni shikastlab nima qilmaydi, zo'r uradi. Ha. Por usul Yo'q. hammasini uradimi? Mana ma'mulaga qaytadi. Qaytadi. Maydalarga bola turadi. Ana ketma sopini Ha, qo'yadi o'rniga. Bo'lmasa sezmay qolib uraveradi. Sezmay qolib uraveradi. Ha. Bolalar bari kontrolda bo'lish kerak. Ha, zo'r. Birga yurilish kerak-da kontrol. Nimadir bo'lib qoladi. Tushundingmi? Zo'r. U endi texnika-ku miya ishlamay qolishi mumkin. Bu pavloniyalarni basseynni yoniga salqinlatish uchun. Ha, ya salqinlar. Quyoshda anaqa shamol, Mamtin Qozog'istonning shamoli keladi. Ha. Shamolga qarshi biz anaqa qilganmiz. Rahmat. Tug'anlar, bu o'sha qo'lda jasalgan platforma ekan. 3 metrga dori ko'tariladi. Nimasi-chi? Ko'tarishi 1 tonna ko'taradi. Samodelniy bilan zavodskoyda farqida necha pul farq qiladi? Buni bilmaysan? To'g'ri yozaman. Ha, bo'ldi, rahmat. O'sha mana platforma tug'anlar 10 gektarga so'zsiz bir platforma bo'lish kerak. Kesuvdi, teruvdi, bariq narsa eng kerakdi. Eng kerakdi nima? Shaymon. Tug'anlar Baxtarni darlay turgan Guksan firmasining nimasi 2 tonnalik nima? Опрыскиватель. Mana freza bu o'rtani haydaydigan, ha? O'rtani haydaydigan. Bu qaysi vaqtda ishlatiladi bu? O'tgandan keyin o'rib chiqamiz. Ha, bu o'rish uchun xolos, ha? Haydamaydi. Yo'q. Men o'tlarini o'rib chiqaman. Ha, mana o'rtadagi cho'plarni o'rib, to'prog'ini chiqarmaydi. Yo'q. O'zini o'radi. Mana shuncha o'rib ketadi. Bu nimaga nima temiri? Nimasi? Mo temir bu narsaga ishlatiladimi? Bu yerda yuradi, katok o'xshab. Katok anaqalarniki bo'ladi-ku, daroyitlar. Ha. Xuddi shunga o'xshab yuradi. Yo'q, o'radigan joyi kasilkasi qani? Mana shu pichoqni o'radi. Ha, shu pichoq o'zi urib ketadi. Mana o'radi. Ha. Mana. Buni nima qilib turadi? Ha, Qurishtiradi. O'tkirlab. Qancha santimetr bo'lganda o'ramiz deysiz? Bu mana shuncha bo'lganda, 20-30 santim. 20-30 bo'lganda bir qaytarasiz bo'ldi. Shunda bir sezonda bir 3-4 marta bo'lar ekan-da. 4 marta. Ha, mana tug'anlar turetskiy freza. Bu o'to cho'plar bilan kurashuvda har bir daraxtlarning ostida har bir daraxtga teganda o'zi jilib ishlatiladi. Buni Farhod aka 3 nimasi bor ekan. Turetskiy holati, Italiyaniki originali, keyin nima Xitoyniki bor ekan. Xitoyniki 250 ming ekan. O'sha turetskiy balkim 650 ming bo'lsa kerak. Ha, berki Italiyaniki originali o'sha 1 millionga yaqinroq ekanda. Nech pul bor shu pulda? Dollarda. Dollarda 1 million bo'lsa o'sha 8 ming dollar o'qadi. 8 ming? Ha, buni qancha oltadi? 55 million, bu 4,5 ming dollar. Ha, bu 4,5 ming dollar turetskiy avvalda. Da. 4,5 ming. Ha, berki Xitoyskisi 250. 4,5 ming, 5 ming atrofida. Ha, bu turetskiy avval ekan, yaxshi. O'shanda gektarini kunini 2 gektardan haydaydi ekan. 2-3 gektardan. 10 gektarga bitta olsak zo'r, ha? Ya 10 gektar, 20 gektar ekan bo'ladi. 20 gektarga da kengir jidet deydi. Bu qaysi traktor 80lik alır? 80 qilib uradi. 80 qilar. Odan kichkinasi qilar albatta. Ha.
Kichkinasi ham qilyapti mana bular. Ya buna atay kichine apparatlar qancha nimaga ishlaydi? Bu gerbisid. Ha. Mana buni oldiga mana taqamiz. O gerbisidga buni rучной ham olib kelsa bo'ladi, ha? Shuni ham qilsa bo'ladi. Buni hozir gerbisid chacha turgan atay. Bu 200 litrlik, ha? 600 ekan. Bu gektarni o'shanda chachqanda qancha ketib qoladi gerbisid? Tak. 2 gektar ketib qoladi. 600 litr, ha? Ha. Bu cho'ng baqtarda, bu yosh ko'chatlarda o'qadi. Bu mo'ylo, bunga hammasi kisha tursiz bo'ladi. Ha, rучной ham ketaveradi, janida baldar ham ketaveradi, buni daraxtni tagini ham tushiradi. Bu shipirg'idan maqsad ne? O'rtasidan nima qiladi? Bu daraxtga tegadimi? Ha. Tepotda daraxtga tegdi. Ha, bo'ldi bu. Qayt sensor bu ham. Ha, bu nima? Yonidan Ha, sepadi. qo'rg'aydi ekan-da. Sepadi. Daraxtga tegmay turgan. Ham ishlankali ulanadi, ulanadi. Ha, zo'r. Ishlankali. Men bunani tarag'anda nega taraydi? Bu ichi защитасы bor ekanda. Защита. Ha, tegmaydi. Bu ikki tomondan teng zo'r uradi. Ha, ikki yoq tomon. 600. Bunda ketadi, ikki yoqda. Daraxtga tegsa, bu orqaga Qaytadi. Ha. Orqaga qaytadi. O'rtasına girib, ikki tomondan gerbisitni chashib ketar ekan. O'zi Farhod aka nimani bir sezonda qancha marta gerbisit chachish kerak o'zi? Endi No. 30 kam bo'lsa 3 martada bo'ladi. Hozir birinchi stomp bilan boshlaysizlar, ha? Stomp bilan boshlaymiz. Keyin glifosat qo'yasizlar, o'sha bilan bitadi. Ha, g'o'mayda o'zi fuzilatlik o'tadi. Ha, fuzilatga. Zo'r, hozir KGB formasida baxtar tarbiyalanib turibdi. Alo. Soning ketadi. O. Buna platforma, u yerda platforma, o'shul agrotexnikalar, so'zsiz mana o'shul texnikalar keminde 10 gektardan 15 gektargacha narsalarga o'shul shaymonlar ketadi. Agar qaysi texnikaga qanday tushunmasangizlar, kommentariyaga yozsangizlar, tushuntirib aytib o'tamiz. Hozir biz Gilas baqtarda sayohat qilib yuramiz. KGB bo'yicha, ispanskiy kurs bo'yicha büt so'rovlaringizlar bo'lsa, kommentariyaga qoldiringizlar. Biz qo'ldan kelishincha javob berishga harakat qilamiz. Gussan firmasida mana platforma. Bu dag'in o'sha original Turkiyaning platformasi 3 metrgacha ko'taradi. Bu platformada so'zsiz o'shul 10 gektar yerga bir platforma kelib, olma teruvda, kesuvda, gilasda. Mana gilaslarning bo'yini qancha? 3 mi, 2.60 mi? 283 naqa. 2.80 ga o'shul platforma bilan girib, bir mana platformaning ustiga bir belgi qo'yiladi 2.80 ga. O'shaga turlab turib, o'ng'oy kesib qo'ydi. KGBdagi eng o'ng'oy o'sha platforma bilan kes. O'rtaga platforma giradi. Boyunu 2.60 2.80 ga qo'yib turib, bir kesib turib o'tib ketadi. 6 kishi ikki tomondan kesib ketaveradi. Zo'r. Bu yerda NPK avalında fosforniy oziqlar, kaliniy oziqlar. Mana shunga dori qo'shiladi ichtaga. Ha. Hozir azot beradigan bo'lsa ham qo'shiladi, aralashtiradi. O'zi aralashtirib, Suvida bor, suv bilan aralashtiriladi. Mana bundan suv qo'shiladi. suv qo'shiladi, budan surut. Mana bundan ketadi ichiga. Ha, ichine ketadi. Nadan sorup Ne haber? nasos bilan qo'shasizlarmi? Uni haydaydi. Bu injektor Venturi uchun kanda, injektor Venturining xizmatini atqaradi. Investigatsiyada bu. Yo'q, buni tomoni uchun, ikkinchisi. Bu ham xuddi shu. Ha, bu ikkita. Ob'yom ikisini olgan uchun ekon bo'ldi. Filtrlardagi mana qumliqo. Ha, qumliq. 3 o'tang. To'g'ri. Mana bu yerda ham bor. Bu yerda nasoslar o'ta cho'nqina. Ikkiga bo'lingan mana. Ikkiga bo'linib, bu ham ikki karta uchun deb qo'ygan-da. Ikkita karta. Ha, ikki karta uchun. Bu hani olmandan olib borgan yo'q, bu ishlaydi. Bu qo'yganni mana bu. Sizlar hozir eng negizgi bo'lgan atmosferani kelib qaraysizlar. Anan keyin взрывной klapan qo'yiladi, agar oshsa bo'lsa o'zi chachib to'xtatadi, ha? Bo'ldi. Ana nima? Mana bu kompyuterlar bor, kompyuterga qarab. Kompyuterga qarab ish qilaverasizlar. Nimasini? Bu qumi to'lgan vaqtda qaysi yerdan tozalab chiqib turgan yer qaysi? Filtrdan. Mana bu filtr, mana bunda ham filtr qumi bor. Bu ham filtr, Yo'q, bu bir yerdan qumni to'kib tura turgan yer bor. Mana başdan olinadi. Qancha oyda tozalaysizlar? Bir 2 yilda, 3 yilda bir. Ay, buni hozir diskoy filtr. Ha, buni tez tozalanadi. Ha, bu tez. Mana uni keyin. Bu qumni. Qumini anaqasiga qarab qilamiz. Zo'r ekan. Bunisiga qarab. Nasoslarni bu 3 fazalik. Mana 3 fazali
Bir Qizilsa nargisiga olib o'tirib, ikkitaki. ha, ökö almash ha. Almash. Bu oshunda soatini qancha kuvayda etgan? Bu meni qancha ketadi? Minutasini Hammasi 22 kilovatlik, minutasini Bo'psi so'rab qo'y. 1 tonna 465. Tamam, narus qiymatı. Zo'r ekan. Hozir o'sha bir nasos ishlaganda Men turklar bor. Ya buni temir olib, ya sataman deganda. Yo'q. Farhod aka, nasos ishlaganda qancha soatdan dam olish kerak nasos? 12 soatmi? 6 soat almak. 6 soatdan. O'shanda kunda ular almash ishlaydi. To'xtab olsin. Endi bir xilda yaxshi ishlada ishlayveradi. O'sha bizda eng ko'p so'ravergan Farhod aka qaysi vaqtda sug'arish kerak deydi-da. Ertamanmi, kechmi, qaysi vaqtda? Kechki salqin ha. Mana misoli bizda bunday nam ko'taradi. Bizda bunday bo'ladi-da, ariqda sug'oramiz. Kech ko'pchilik vaqtda kech sug'organ mumkin emas-da. O'shaning uchun biz obedda ham sug'oramiz. Chunki iloji yo'q boshqa. O'shanday vaqtda bo'lardi, turu. Suni to'xtatmaydi. Ha. O'shaning uchun demak tomchilatuvda ariqda bo'lsin, kechki paytga tavsiya beriladi. Berishga. Agar ariqda bo'lsa, issiqdan bersa bo'lardi. Ya endi sizda ham bizda issiq bor-da, sizda bunaqa issiq emas-da. Ha, Bizda suv ilib qolishi mumkin-da, iliq suv berib qo'yish mumkin. o'sha iliq suv bersa ne ziyon bo'ladi? Stressga tushiradi. Stressga tushib qoladi ba'zilar. Ha. O'zidan suv anaqa Ha. stressga tushadi. Demak, qo'ldan kelishincha kechki salqinda berish kerak. Salqin nami ham yaxshi Ha, tuydi. zo'r. Bo'ldi, unda tug'anlar o'sha. Agar tomchilatib sug'arsangizlar, o'sha kechki salqinga tartib qilmasangizlar bo'ladi ekan. Nasoslar. Endi ishlasa qizishiga qarab almashtirib ikkita nasos. Bu yer rastorni o'zi ekan. Buni oziqa beriladi. Ma bachok, bu bachok. Misol uchun hozir bitta kartamiz 4 gektar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 400 kilo beradigan 200 kilo bunga, 200 kilo bunga beriladi. Aralashtirib, nasosda haydab yuboriladi. Ikkiga bo'linadi. Mana do'stlar, 400 kilogram bersa 200 kilogram meqasal, 200 kilogram meqasal turib, buna tut so'ngirib turib, tamor bilan aziq zat, mineralli aziq zatlarni o'shirilib mayda etgan do'stlar. Anan bu yerda davleniyasini so'zsiz qaraysizlar. Qancha davleniya bilan ketadi? Bu yer filtr, qumlarni olib qolish filtr, bunun harjanida filtr bor ekan. Mana do'stlar, bu joyni ko'rsataylik sizlarga. Ha, meniki Bu yerda shu nima ochib qo'yganman-da. Tug'anlar, mana hozir nimaga jalbiroqqa jasqan kaolin. Makaron kaolin 1,5 kilogram nima qo'shiladi ekan? Makaronimizni. Kaolin. Kaolin. Bu qayerdan chiqadi dedingiz? O'zimizdan. Ha, O'zbekistonda nima bo'lar ekan? 1 tonnaga 50 kilogram ha? 50 kilo. 1 tonnaga 50 kilogram bunday chilanib turib, birinchi yumshatib oladi, ha, aralashtirib. Suv qo'yamiz-ki, anaqa mikserimiz da bor. Ha, rushnoy bu. Aralashtirib, keyin anaqa qilamiz. Bu necha vaqtda ichida erib tayyor bo'ladi? 1 soatda anaqa qilamiz. Keyin nima? Elga olish kerak bu buni? Yo, ilga emas, ma'munimizda bor-di. Mana dori tepadiganiga tiqamiz. Ha, uni filtrda tozalab. Tiqamizda, o'zi tortib oladi. Ha, tortib. Aralashtiradi. Ana suv kam etsa, anta suv qo'shib turaveradi. Ha, suvni chayib. Ha, sut avalda aylayotgan. Bo'ldi, zo'r. Ha, qo'lda qiynalamiz. Ha, qiyin turi. Hozir PVA-klaydan nima qo'shiladigan? O'shanda bu hozir o'zini o'ndirishini qila turgan bo'lsa, gektarini 1 tonnaga $100 ketadigan. Ha. $100 ketadi. Ha, zo'r. Retsept qaqdan o'zingizga ro'ylab topdingizmi? Ya. Bor bu ekan. Birinchi boshda Sonu. qo'lda qilaydi, qiynaladi. Koalinni bizdag'i nasib qilsa kelajakda bog'tarda ishlashingiz kerak. Bu yerda o'sha nasosni stansiyaga Farhod aka birinchi cho'ng basseynga suv kelib, keyin tinib bu yoqqa tushayotgan, ha? Ha, tinib bu yoqqa tushadi. Anta turbamizda bor, bu yoqqa kiradi. Bu hozir 120 lik turbada kirib ketdi-ku. Ha, kirib ketdi. 120 da o'sha 45 gektar yerda sug'arib nima bo'layotgan. Demak, suvni kechqurun sug'aratkesizlar. Ha, bizda O'shanda kechki
kechki nimadan soat 6 soat sug'oriladi dedingiz, ha? Bo'lib. Nasosan 12 soat sug'oramiz. Ha, 12 soat. O'zi O'zi kartamiz 12 soatga mo'ljallanadi. Misol uchun 3 soatdan sug'oradigan bo'lsak, 3 soatdan sug'oradigan bo'lsak, bizda 12 ta anaqa karta bor bizda. ha. Nechta 11 ta 12 ta karta, nechta kartamiz bor? Ha? 12 ta. 12 ta ekan. Tushunasizlarmi? Şimdi bo'lib, mana misol uchun gulosda terezdan sug'oriladi, olmondan har kun sug'oriladi. Ha. Shuni ikkiga bo'linib olganda, shu 12 soat davomida sug'orilib boriladi. Yaxshi. Olmonni kun sayin 12 soat sug'oraverasizlar. Ya kunga qarab. Endi misol uchun kun isidi bizda. Uje nam pastga qarab ketyapti. Namni nima bilan tekshirasizlar? To'proqda. Endi bizda anaqa Lopatka. Ya'ni lopatka bilan ko'rlayman. Bir oyda bir marta aylanib chiqaman. En nozik joyimiz, en ko'proq joyimiz. Keyin o'sishga ham qaraysizlar, ha? Ha, o'sishga qarab. O'sish zo'r ketyapsa, sekinlataverasiz. Sizlar paklabutrazol beryapsizlar? Ha? Paklabutrazol. Yo'q, O'stirish. ha, o'stirishga yo'q. O'sha paklabata O'stirmaslik. ha, to'xtatish uchun. O'shandan aytsangiz yaxshi bo'ladi. Agar mo'moga hosilga jotboy, qotib o'sayotganlarga, Skuterga naryoqdan naryoqqa bir ko'rsatib yuboraman, o'tmagan joyi. ha, Mamut olma aylanib, yana tushib, yana ko'rsataman. Voy, birinchi ko'rgan skinamizda tug'anlar bu yerda o'sha sortirovочный liniya, dori-darmeklarni saqlov minuttori, muzlatgichlarda suvlarni to'g'ri saqlash kerak. Bu yerda 45 gektar vaqtda olmalarda sortirovочный liniya, bo'lsa muzlatgich, tangloqtov yerlari. Bu yil Farhod aka giloslarni So'nim brendmi istedingizlar, ha? Bu qancha kilogramlik? 5 kilolik bu. O'zimizni brend cherry Brend. kilo o'zimizni. Bu qayerga sotildi dedingiz? Bu endi Dubay anaqaligi Rossiya Ha. ketadi. No, zo'r. Bu hozir 3 kilo, 2 kilo har xil turi bor. 3 kiloligi mana kiloyim. Bu 3 kiloligi. Bu korobkalar nimasi ham o'ta so'ng qattiqdan ekan. Mana 3 kilolimizniki bular. Na, tug'anlar mo'mo jemish yetishtiruvda o'zingizga o'ng'ayli tangdoqda turib qilib olgan bo'lsak, qalagan bozorga, qalagan brendni yozdirib jo'natsak bo'ladi ekan. So'nim. Hozir xolodilnikda u olma turishimi yo? Mana bog'dan chiqadi-ku issiqda. Tam birinchi muzlatib olishimiz. Ha, gidrokuler. Ha, bu xolodilnik birinchi muzlatib oladi. Ha, noklarni, Noklarni. olma. Giloslarni qanday qilasizlar? Troll teroli. Gidrokullerimiz anaqada bor. Ha, Parkentda. Parkentda. Parkentda bor gidrokullerimiz. Ya, gilos qolib gidrokullerdan o'tgan. O'tsa nok olma. Bol, bu yerda dori-darmoklarni Hayda olmaydingizmi? Qo'l bor ekan. ko'di. Ya, Aka, bu dori-darmoklarni qaysi Farhod aka, dori. aylanam. Ha, bo'ldi. Yoki ol keyin Pakrabutazol preparatini berish uchun, bunda bersa daraxtlar stressni to'xtatish uchun. Shuning uchun har bir mana bundadi. Mana bu chiragi mana bu tomyapti. Mana bu tomyapti-da. Mana tomyaptida vaqtga tushyapti. Bola shuni ikki yoqiga beradi. Keyin buni ham ikki yoqiga beradi. Farhod aka, 10 grammdan 40 gramm bitta anaqaga berilyapti. o'shanda bir emeni bir vaqtda qancha doza berishingiz kerak? 40 gram o'tadi. 40 grammi, 10 litr. Shprismi. Bitta tubga. Bitta tubga. 40 gram. 40 gram. Hech aralashtirmayli o'zingizda. Yo'q, shu suvga. Men telegramda yozib olaman. Ha, 10. Qancha suvga aralashtirishimizni, xo'p? Farhod aka, bizda nima sug'oruvda eng katta so'rov bo'lganda mevali bog'larga necha qator shlanga tashlash kerak desa, bizda bir qator qo'ysang bo'ladi deydi-da. Shuni aytsangiz. Yo'q, namaga qarab emas. Buni shlangini bir qatormi, ikki qator qo'yish kerak deganda. Bizda bir qator yetadi deb aytadi-da. Shuni ikki qator qo'yishdan Shuni sizga aytmoqchiman. Rustamlarda bir qatorlik qo'yilgan. Bizda ikki qatorlik qo'yilgan. Misol uchun hozir bizda 3 soat o'tib ko'rinavergan, ular bir qatorlikni 6 soat berish kerak. qiyin ham Qiyin ham. o'zi tavsiyada
giloslarga danakli mevalarda 2 qator qo'yilishi kerak tavsiya bor, to'g'rimi? Olmalarga. Olmanoqlar ko'proq suv ichadi. Mana tug'anlar, agar bir qator qo'ysangizlar 12 soat sug'orasizlar. Agar 2 qator qo'ysangizlar 6 soatning ichida suv ichib bitadi. Buning ustunliklari ayoy ko'p. Mo'minlar daraxtga qancha qatuv tez girish uchun, ko'p suv ichish uchun so'zsiz 2 qator ishlatamiz. Kapilnida sug'oruvda tamshlatuvda eng yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun danek tuylarda olsun, olmada olsun söz 2 qator qo'yasiz. Hozir daraxt yosh bo'lgani uchun 2 qator qo'ydingiz, ha? Yaqin qo'ydingiz. Keyin safar 20-20 dan qochirasiz. O'sha yosh ko'chatlar birinchi jilma ko'rtasizlar, 2 qator qo'yilgan, undan keyin 2 tomonga qarab jilib ketadi. Mana vaqtlarda skuter bilan nima qilib, aylantib nima qilib. Bu yerda Golden Rangers bo'lish kerak buna sortlar, ha? Bu yerda Gala'dan hozir so'raymiz. M9 tamirida so'zsiz gunga qarshi setkalarni to'sib, sug'oruvda ikki tarafdan 2 shlanga qo'ygan. Kimdadir bir qator qo'yish kerak deganlar bo'lsa, buna cho'ng dalil 2 qator qo'yilishi kerak. Qanday cho'ngmoq bo'lsin, tez vaqtning ichida suvning ichishida boshqasida. M9 bilan MM106 ning ayirmasi M9 ning tamiri shunday jo'narib ketadi. MM106 da андай emas, birda o'sadi. Bu hozir 7-yili o'sib attir, 35 tonnaga gektardan chiqib tur. Hozir Farhod akamizdan so'raymiz, qanday ishlar bo'lib o'tadi, o'shalar bo'yicha da aytib o'tamiz. Almada eng cho'ng masalalar bo'lgan, bu almalarni mo'mesini to'g'ri qo'yu, har bir daraxtlarni yeyish kerak. Farhod aka, bu Golden Rangers mi? Yo'q, Galaval. Ha, Galaval. Galaval, endi mevasi zo'r katta bo'lar ekan, ha? Galavalki, men oldin Ozarbayjonda iyulda bordikda, hali pishmasdan turib 1 oy bo'lib qizil. Bizni teruvami, bizni qizarish qiyin bizda. Galaval o'zi uncha yaxshi qizarmaydi. Qizaradi. Ha, zo'r qizar, qizarar ekan. Issig'ida. Issiq regionlarda qizara olmayapti. Ha, shuning uchun setka necha foizlik? 50% bo'lsa kerak. 50%. Koalin sochish kerak yo'q. Yo'q, kerak yo'q. Va olmada bizda o'zi qizartira olmaymiz-ku. Olmada eng katta muammo bo'lgan, biz yilda bog'lashimiz kerak-da. Shuni siz ham aytib o'tsizki, bizda olma bilan ishlagan bolalar aytayaptiki, yiliga 3 yo'li kesishimiz kerak deyapti-da. Shuni qanday to'g'ri qilasizlar? Shu bo'yicha maslahat berib o'tsiz? Zeleniy abretkami? Zeleniy abretkam qilish kerak, to'g'ri. Mana bunaqalarni olib tashlashimiz kerak. Orasini ochib qo'yib, yangi o'suvchilarni olib tashlashimiz kerak bularni. Yani o'zi mevasi kam joyda zeleniy abretga o'ynaga ko'p o'tilmaydi. Yo'q, men aytmoqchimanki, bizda misol bir yashar shox chiqsa, uni mevaga yotqirmasdan, yo egmasdan, tikka bo'yda o'stiradi, yo kesib yuboradi-da. Shuni biz har avgustdami, sentyabrda bog'lanardi-yu. Yo'q, endi bizda shakl berilayotganda. Sal, mana ana. Yangi ko'chatga keraklik. Ha. Bitta ko'chatga kerak. Bo'ldi. Yangi ekilgan ko'chatga tushuntirib beraman. Alma o'stiruvda siz qanday boshqarishingiz kerak? O'sha bo'yicha forma beruvda tushuntirasiz. Yo'q, orasida bittadan bor ekan, o'g'ni. Mana to'g'anlar bir yashar shaxta. Boylaymiz, ha. Mana kerbovkaga. Mana boylandi. Mana yon shox deydi. Ha. Ana. Shuni bog'lash kerak. Ha, bunda qilib boylasakdan bo'ladi. Sal qalinroq bo'lganda borki bizni sindiramiz. Mana. Ha. Qayirib. Qayli qirsilaydi-ku. Ha, bo'ldi, uni tushuni. Yo'q, bizda shuni yo kesib tashlayapti, yo egmayapti-da, shu bo'ydan o'sib ketyapti. Egmasa o'saveradi. Ha. O'sini to'xtab mevaga yotadi. Ha, shuni. Mana tug'anlar karlik almaning negizgi ustunliklari o'sgan shaxtarni vaqtinda baylab mo'maga jatqiruv. Ani jo'ndan-jo'n kessangizlar, sizlar bunday mo'ma ola olmaysizlar. Ushul jangi shaxtarni so'zsiz 80 cm egiladimi? Nechida?
80-70 santim. Ha, 80-70 o'sgan shoxlarni qana. Bu jarayonni qaysi vaqtda qilishimiz kerak? Avgustdan? Kech, yo'q. Avgustdan qilsangiz bo'ladi, yumshoqli payti. O'zi men hozir iyungacha qilsam bo'ladi. Ha, o'sib bitsa, 80 ga yetgan bo'lsa bog'layveramiz. Maydan iyungacha qilsangiz bo'ladi. Shunda egoluvchan mana noda pishib qolmaydi, qayiltirishga so'rab. Ha, zo'r. Tug'anlar, buni hozir bir biltir egilgan nimada turamiz? Galaval. Naryoqda ham ko'rsataman. Naryoqda shunaqa joylarimiz bor. Tushirib olib. Ha, mana olma o'stiruvdi qanday bo'ladi? Bu yerda kunini 30 tonnadan suv beriladi. Mo'mi bor avvalda tamchilatib sug'orning eng cho'ng ustunliklari kunini mo'milarning kalibrlari cho'ngayadi. Kalibrlar cho'ngayish uchun kunini 30 tonnadan suv beradi. Danek turlarga solishtirmali, har 2 kunda sug'arsa, olmalarda kunini, o'sib turgan kalibrlar jetadi. Alma baqta bilasizlar, hozir intensivda karlik japiz bo'yli olmalarda so'zsiz ushul narsaga ko'ngil burishimiz kerak. Agar ko'ngil burmay turgan bo'lsak, anda alma biznesinde iyilikka jeta olmaymiz. Tonnada, boshqada so'zsiz yaxshi jetishimiz kerak. Ko'rdingmi, mevaga yotqizganmiz hozir. Mana bilan qaytarganmiz. Qaytarib kesgansiz? Yo'q, bog'lagansiz. o'sganni bog'lagan. Mana men bitta bir ikkita bog'laganlar ham qolib ketdi. Mana 80 santimetrni jipga baylab yegan. Buni kesish shart emas. O'shanda bu jarayonni qaysi yillar qilishimiz kerak? Avval mana shuni ham hozir egish kerak. Baylasiz, mana bunda. Mo'miga jada. Ko'rsatamiz mana. Ha. Mana buni bunda sindirsiz, mana. Qarang. Burasak. Bura. Mana bo'ldi. Ha, qisildi. Mana. Keyin qoladi, ham topib tashaverasiz o'zingiz. Ha. Mevaga yotib olganingizdan keyin. O'shanda hozir bu yerda Devil Gala. Devil Galada. Galaning qaysisini sunishtama berasiz issiq serlarga? Qaysi Devil Gala o'jesh, Shiniga Gala qaysi yaxshi qizaradi? Menga Devil Gala yoqadi. Devil Gala yaxshi qizaradi, kalibri ham yaxshi. Kalibri ham yaxshi. Ol joqda qaysi galani ko'rdik? Naraqda. O'tda Devil Gala o'tdi. Devil Gala shu eng qizara turgan. Farhod aka, Galavalchi. Galaval. Kelasi do'shini olsa bo'ladimi? Yo'q. Galaval yaxshi qizaradimi? Galaval shu regionda yaxshi qizaradi. Ha, sovuqda issiqqa Devil Gala tavsiya qilinadi, ha? Devil Gala issiq emas, endi yaxshi qizaradi. Men otim Farhodjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni otim Farhod. Toshkentdamiz. Toshkent viloyati Qibraydamiz. Maktab bog'da agronomimiz. Oilalar maslahatlarni, konsultatsiya bir-birimizni ilmiy aniqlarini olish uchun, tajriba olish uchun kelingan ishlarimizni qilyapti. Mana boy bular bilan tushuntirdik. Mana Piniq. Sizlarda kesilayotgan ekan. Bizda mana buni yotqiztiramiz. Nesini oling. Baylanadi. Buni baylayapsizlar. Boylar qo'lda ham qo'rsiz bo'ladi. Ha. Qo'lda ham qo'lda. Mana qo'lda. Mana bunda ushiysizda ko'ring. Bu yoqqa keling. Mana. Bunda ushiysizda mana. Buni sal buratsiz. Buni qirsillaydi, bo'ldi. O'zi yotib oladi, bo'ldi. Rasxot ham qilish kerak. Farhod aka, mo 3dan birini yo'g'onlashib ketsa, qaytarib yangilaymiz, ha? Ha, yangilaymiz. Ha, ushul darajani ham bizda xato bo'lgani, yo'g'on ketsa, mana ham yo'g'onlab ketyapti-da. Shuni kesib yangilash keraksiz. Shuning uchun qaytaringlar. Qaytarib, shuni aytayapman. Mana buni qaytarsanglar mevaga otib, o'tish to'xtaydi. Yo'q, biznikilar shuni qaytarmasdan buni kesib yo'g'onlatib olyapti. Yana kuchuk, yana yana o'sib ketadi. Mana buni qaytarish kerak buni. Ha, Buni qaytarmasangiz, shuni agar aytayapman. buni hozir mamdan kelsangiz, yana keyingi 10 ta shox berib, yana kuchaytirasiz. Mana buni qaytarmang. Shu. Mana qaytadi mana. Mana oddiy motor, mana keling, mana ko'rsataman. Mana. Mana qaytarildi oldingi. Ha, zo'r. Tug'anlar, mana shaxtni yeyib qana mo'miga jatqir o'ng'oy. Agar buni qaytarildi, mana buni olib tashlash ham bo'ladi. mana, emi buni qiyla qisqarib kessak bo'ladi. Jalang'ina
vertikalniy shox bo'lmosh kerak, jalan gorizontalniy. Mana bu ham qaytarilgan, mana mevalari, mana keyingi yilgi mevali kurtlar mana zaxira mana. So'zsiz shoxlar Zaxira yeyilish mana. kerak. Zaxira. O'shol narsa, mana misoli tik o'sgan shoxlar hech qachon bo'lmosh kerak to'tadi. Farhod akamiz hozir 80 jetganda baylab egish kerak. Qo'lda ham eksa Ha, bo'ladi. qo'lda dag'in iysa bo'ladi to'tadi, baylab ham qo'ysa bo'ladi. Boylashaman. Biroq so'zsiz gez shart emas. Ushul narsani Faqat boylashaman. bo'ldi, ushul narsani so'z qilishingiz kerak. Mana kesilgan yerlar ayoy soni. Hozir mo'mali buchurga jatib, shoxlar yeyilib o'tadi. Gala, Devil Gala sortundagi almalar. Туғандар, бақ бойынша қанша қаражат кетеді, ошол бойынша жана қанша киреше киргизет, ошолор бойынша эң маанилүү сөздөр болду. Бу алмаларда 15 тонна, 20 тонна киреше киргизилсе, 15-20 миң доллар пайда табылса, 1 гектар жерге жылына 3 миңден баштап 7 миңге чейин чыгашасы бар экен. Максимум 10 миң долларга чейин чыгаша болот экен, максимум. Болсо 7 долларга чейин. Гиластарда 3 миң долларга чейин каражат кетилет экен. Демек, биз эгер кеминде 15 доллар киреше киргизсек, 5 же 7 миң доллар каражат кетирсек, бизде таза кеминде 10 миң доллар же болбосо 12 миң доллар. Гиластарда бир аз азыр биз 30 миң долларга чейин чыкканга аракет кылабыз. Бирок кеминде эсептегенде 15 миң доллар пайда тапсак, биз 5 миң доллар чыгашасына, өсүмдүктөрдү коргоо, сугаруу, азыктандыруу, бүт кароо техникаларына, андан кийин таза 10 миң, кеминде 10 миң, болбосо 30 миң, 40 миң, 50 миңге чейин киреше киргизебиз. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ушундай интенсивдүү гилас бактарга тигип, эгер эски бактардан канча пайда таап атасыздар, канча чыгашасы бар, ошолорду эгер билсеңиздер, комментарийга жазып өтүңүздөр. Бул нерсе сөзсүз бизге маанилүү. Ушуну билишибиз керек келечекте. Тугандар, эскиден эми валовой эгилгендиги үчүн ушул калып кетиптир. Бирок ар бир сорттордун, ар бир катарларында ушундай табличкаларыбыз болуш керек. Кайсыл сорт, канчанчы жылы кандай көрсөтүп атат, бүт маалыматтар кетиш керек. Кийинчерээк бул сортту адаштырбаш үчүн, башка үчүн сөзсүз ушундай кылышыбыз керек. Алмаларда чаңдаш үчүн ушундай сортторду, докторский, профессорский бир канча сортторду коюп, ушундай чаңдатуу максатына коюлат.